vaziyatni bilyapti. Labo keldi, egasi tushdi. Egasi xayol bilan mashina har doimda yana xalosli holatda qolgan. Egasi kirib ketgan magazinga. Ko'rishlaringiz mumkin, labo joyidan qo'zg'oldi. Ichida laboda odam yo'q lekin. Chiqyapti, trassadan kelayotgan Damas bilan DTPga tushayapti. Egalari keyin ko'rib chiqishyapti. Akalar, rolda o'tirganda iloji boricha xayol joyiga qilib turib, mashinani xalas qo'ymasligiga, ketib qolmasligiga ishonch komil qilib, keyin tushlaringizni maslahat beraman. Iloji bo'lsa yosh bolalar bo'lsa, o'ta e'tiborli bo'lingizlar. Mana shu akalarimiz o'z e'tiborsizligidan oqibatida mana DTPga uchib o'tiribdi. Yo'q joyda avariyali vaziyat bo'lib turib, shu ham qancha xarajat tushga tushdi. Hali ham foto ko'rsatmasi, kim jabrlangani yo'q. Lekin bundan olingan videoda ham profilda joylaganda, xuddi mana shu joyda Nexia bir avtomobili ham xuddi shunday shopirda ehtiyotsizligi oqibatida borib turib, Lacetti oqib ferdan solgan videosini qo'yuvdim. Hali ham ichida yosh bolalar yoki bir jabrlangan odamlar bo'lmagan. Shuni hisobiga faqat avtomobillarning o'ziga shikast yetgan.